Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, biz bugungi darsimizda Windows interfeysiga bog'liq ikkinchi darsimizni boshlaymiz va bugungi mavzumiz panel zadach, ya'ni inglizcha aytganda taskbar. Mana bu pastki qismdagi sizga ko'rinib turgan qora lentacha, demak bu panel zadach yoki taskbar deyiladi. Bugungi darsimizda biz shu taskbarning sozlamalari haqida ko'rib chiqamiz. Demak, darsni boshlaymiz. Demak, mana bu pusk menyusidan boshlanib to demak bildirishnomalar bo'limigacha bo'lgan oraliqdagi obyektlar bu panel zadach, ya'ni taskbar deyiladi. Bu qora ko'rinib turgan lenta. Demak, panel zadachda ikkita sozlamalar bor. Ya'ni biz obyektlarga, dasturlarga kirganimizda yoki ularni rабочий stolning pastki qismida qadab qo'ymoqchi bo'lsak, demak, mana bunaqa dasturlarning ikon kanali demak panel zadachda joylashadi. Bu bizni dasturga kirishimizni osonlashtirish yoki qaysi dasturda ishlayotganimizni bilish uchun juda qulay. Demak, panel zadachda sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali biz pastki qismdagi ilovalarga kirishimiz yoki biror bir dasturni pastki qismga olib qo'ygan bo'lsak, shunga yana qaytib kirish imkoniga egamiz. Va ikkinchi funksiya, demak, panel zadachga sichqonchaning o'ng tugmasini bosganimizda mana bu ko'rinishdagi, demak, qora yangi oynacha chiqib keladi. Demak, bu oynachada ham, demak, qanaqa ishlar olib boramiz? Birinchi bo'lim, demak, bu parametr panel zadach. Bu bo'limni bosganimizda kompyuter avtomatik ravishda, demak, Windows ekranida, demak, kompyuterning nastroyka bo'limida, demak, parametr panel zadach bo'limiga kiradi. Ya'ni, demak, taskbarning panel zadachning sozlamalari bo'limi. Bu yerda quyidagi tugmalar mavjud. Bu tugmalar ishlashi bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'tamiz. Demak, birinchisi bu zakrepit panel zadach, ya'ni panel zadachni, ya'ni panelni mahkamlash bo'limi. Agar bu bo'lim menda yoniq turibdi, o'chiq tursa, ya'ni bu bo'limni o'chirib qo'ysak, mana bu panel zadachni sichqonchani bosib turish evaziga kompyuterning ixtiyoriy qismiga mana ko'rib turibsizlar, chap o'ng tarafga yoki yuqoriga harakatlantirish mumkin. Demak, bu o'sha sichqoncha bilan panel zadachni harakatlantirish funksiyasini o'chirib qo'yish uchun ishlatiladigan funksiya hisoblanadi. Ko'p kishida, demak, bu funksiya yoniqligi tufayli bemalol kompyuterda panel zadachni ixtiyoriy qismga olib o'tish mumkin. Odatda bu kompyuterchilarga xalaqit beradi, demak, buni yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, demak, avtomatik скрывать panel задach в режиме рабочего стола. Ya'ni rабочий stolda panel zadachni ko'rinmaydigan qilish. Misol uchun, menda bu funksiya o'chiq. Agar bu funksiyani yoqadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, agar men sichqoncha kursorni pastga olib bormasam, panel zadach avtomatik ravishda pastga kiradi. Ya'ni full ekranda bizda ishlashimiz uchun qulayroq bo'ladi. Kimdir bu funksiyani yoqib qo'yadi, kimdir esa panel zadachni, demak, doimiy ravishda chiqib turishini xohlaydi va bu funksiyani o'chirib qo'yadi. Natijada panel zadach avtomatik ravishda pastga joylashmay ekranda to'liq fonda turadi. Keyingisi, demak, avtomatik скрывать panel zadach в режиме planshet. Bu funksiya, demak, kimning notebooki yoki kompyuteri ekran planshet rejimida bo'lsa, ya'ni ekranga ruchka yoki qo'l orqali harakatlantirish imkoni bo'lsa, aynan yuqorida aytib o'tgan panel zadachni avtomatik yashirish funksiyasini o'shanaqa kompyuterlar uchun ko'rinishi. Odatda buni oddiy kompyuterlarda hech kim ishlatmaydi. Ikkinchisi, demak, использовать маленькие кнопки panel zadach bo'limi. Bu bo'limda ko'rib turganingizdek, menda panel zadach joylashgan. O'tgan safar birinchi darsimizda aytib o'tdik ikonkalar haqida. Demak, mana bu knopkalar, ya'ni ikonkalar. Demak, bu funksiyani yoqqanimizda o'sha ikonkalar ko'rib turganingizdek kichraydi, ya'ni hajmi kichraydi. Agar bu funksiyani o'chirsak, ikonkalar hajmi nisbatan yirikroq ko'rinishga keladi. Buni, demak, hammani o'zini dizayniga, tasavvurga bog'liq bundan foydalanish. Va keyingi bo'lim показывать рабочий стол при наведении указательного на кнопку. Ya'ni bu funksiya bizga nima kerak? Ya'ni sichqonchani pastki o'ng burchakka olib borganda ishchi stolni ko'rsatish. Ya'ni bu funksiya odatda yoniq turadi. Zavod sozlamalarida Windowsni o'chirishni tavsiya bermayman, chunki boshda aytib o'tganmiz, Windowsda ba'zi bir
funksiyalar demak ishlashimizni osonlashtirish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ishchi stoliga avtomatik qarashga qulay bo'lish uchun odatda bu funksiya yoqiladi. O'chirib qo'ysangiz ham demak bo'ladi. Keyingi bo'limimiz demak Windows PowerShell bo'limi. Agar bu bo'lim yoqib qo'yilsa, sichqonchaning o'ng tugmasi bosilganda yoki Windows X buyrug'i berilganda CMD bo'limi o'rniga PowerShell bo'limi chiqadi. Oddiy foydalanuvchilar uchun demak buni unchalik farq yo'q. Agar kimdir PowerShell yoki CMD bilan doimiy ravishda ishlaydigan bo'lsa, bu bo'limni yoniq qoldirishi shart. Shu yerda savol tug'iladi, PowerShell yoki CMD nima? Buni keyingi darslarimizda tushuncha berib o'tamiz. Va keyingi bo'limi показать эмблема на кнопках panel задач. Ya'ni ko'rib turibsizlar, mana bu panel zadashda ikonkalar turibdi va misol uchun deylik VPN ikonkasi yoki Google account ikonkasida shaxsiy rasmingiz yoki VPNda qulfchani rasmi yoki ovoz yozish studiyasida demak qizil ishlayotganini bildiruvchi belgilar mavjud va bu bo'limni men o'chirib qo'ysam, ilovalarda bu belgilar avtomatik ko'rinmaydi. Bu nima uchun kerak? Ilovani ishlab turganini sezish uchun, demak buni yoqib qo'yganimiz yaxshiroq. Agar foydalanish ma'lumotlarim boshqa shaxslarga ko'rinmasin yoki ishlayotgan jarayonni bilishim shart emas desalaring, bu bo'limni bemalol o'chirib qo'yishlaring mumkin. Va oxirgi jadval bo'limimiz, ya'ni bu mana bu panel zadashning, ya'ni taskbarning kompyuter ekranida yuqori, past yoki chapki qismda joylashishini bildiradigan demak bo'lim. Ya'ni chapga, o'ngga yoki vnizu, pastga panel zadashning qaysi qismda joylashishini belgilaydigan bo'limimiz. Odatda vnizu, ya'ni past qismda turadi. Va keyingi групповать кнопки на panel zaдач, ya'ni mana bu ko'rinib turgan knopkalarimiz, ya'ni ikonkalarimizni panel zadashda hozir nomi yo'q. Misol uchun mana bu настройка degan nomini chiqarish uchun demak mana shu bo'limdan foydalanamiz. Mana ikkinchi bo'limga kirsak, e'tibor bergan bo'lsangiz, biz ishlatayotgan ikonkalar panel zadashda ham belgisi, tasviri ham nomi ham chiqdi. VPN yoki shunga o'xshash. Bu juda ham ekranda ko'p joyda oladi. Shuning uchun oddiy rejimda turgani qulayroq deb bilamiz. Bu tugmalar demak vazifasi asosan pastda turgan ikonkalarni demak harakatlanayotgan dasturning nomini ham panel zadashda chiqarish imkonini berar ekan. Demak, asosiy taskbarning sozlamalari shulardan iborat edi va keyingi bo'limlar bilan biz tanishamiz. Bu bo'limlar demak zakrepit panel zadash, bu bo'yicha boya aytib o'tdik, ya'ni panel zadashni qadab qo'yish. Agar bu funksiyani olib tashlasam, demak bemalol panel zadashni ixtiyoriy kompyuterning yuqori qismi bo'ylab harakatlantirish funksiyasi avtomatik ishga tushadi. Buni yoqib qo'yamiz. Keyingisi dispetcherning zadash. Bu alohida demak mavzu, ya'ni dispetcherning zadash demak taskbar orqali kiriladi. Bu nima? Dispetcherning zadash kompyuterning demak ishlash jarayoni, dasturlarning ishlash jarayoni, statistikalarni olib boradigan diagnostik dastur desak yolg'on gapirmagan bo'lamiz. Demak, quyidagi oyna demak dispetcherning zadashning oynasi hisoblanadi. Unda progressi, производительность, журнал предложения, автозагрузки, пользователи va hokazo bo'limi mavjud. Bu bo'limlar nima ish qilish bo'yicha qisqacha tushuncha berib o'tib ketaman. Demak, birinchi bo'limimiz progressi bo'limi. Bu bo'limda kompyuterda qancha dastur yoki qancha driver bo'lishidan qat'iy nazar, demak SP deb yozilgani bu protsessor, pamyat, xotira va disk va set internet. Internet tizimidan demak kompyuteringizda dasturlarning necha megabayt tezlikda foydalanayotgani yoki diskdan qancha joy, xotirdan qancha joy olganini bilish uchun, mana bu disk demak asosiy xotira va tezkor xotiradan qancha joy olganini bilish uchun va protsessor demak bilamiz kompyuterning asosiy ishlash tizimi protsessorga qancha yuklanish berayotganini bilishimiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Deylik, kompyuteringiz eski va zamonaviy dastur o'rnatdingiz kompyuteringizga. Misol uchun Photoshop yoki shunga o'xshash grafika talab qiladigan, kompyuterga nagruska beradigan dasturlar va o'sha bo'limga kirganingizda demak shu dastur, deylik mana bu OBS Studio dasturi protsessordan 70% yuklanish beryapti. Bu degani bu dastur kompyuteringizda qotishiga sabab bo'ladi, ya'ni kompyuteringizga nagruskalik qiladi va o'sha dasturni o'chirish kerak degani. Agar kimdir kompyuterda shunaqa 70-80% yoki 60% kompyuterning protsessorini egallaydigan dasturdan foydalanayotgan bo'lsa, bilsinki u kompyuterga og'irlik qilyapti.
xuddi boshqacha qilib aytganda, eski telefonga katta grafikali zamonaviy o'yinni 60 yoki 120 FPS da o'ynashdek gap bu. Ya'ni telefonga yoki kompyuterga juda katta yuklanish beradi. Demak, keyingi bo'lim bu kompyuterning demak umumiy diagnostika bo'limi, ya'ni protsessor, xotira, qattiq disk va Wi-Fi va graficheskiy progressi bu kompyuterning grafik interfeysi qanday tartibda ishlayotganini bildiradi. Hozirda demak men kompyuterni protsessorini 10% ni ishlatyapman. Ya'ni umumiy kompyuter 3.4 GHz chastota tezligida ishlab olib bormoqda. Bu normal. Agar kimdadir protsessor 50% dan yuqori 60 yoki 100% darajada ishlayotgan bo'lsa, demak u juda katta keng qamrovli dasturda ishlayotgan yoki u dasturchi yoki grafik dizayner yoki o'yin o'ynayotganda e'tibor berib qarasalaring, aynan shu yerda protsessorda juda katta yuklanish bo'ladi. Bu har qanday qurilmani ham chegarasi bor. 60-70% dan ziyod yuklanish berayotganda protsessorda e'tibor bersangiz, kompyuterlar juda qota boshlaydi. Demak, bu pamyat. Ya'ni pamyat bu yerda oddiy xotira emas, bu RAM, ya'ni operativ xotirani bildiradi. Operativ xotirani hamma bilsa kerak. Ilovalar ishlash jarayonida foydalanadigan xotira. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, sizlar misol uchun do'kondan telefon oladigan bo'lsalaring, xotirasi 64 ga 4 deysizlar. Bu 64 bu yerda uning asosiy xotirasi, 4 esa operativ xotira. Ya'ni operativ xotira qancha katta bo'lsa, kompyuterning ishlash tezligi shuncha yaxshi bo'ladi. Qancha kichik yoki katta bo'lishiga qaramay uni to'ldirib, juda ham nagruska berib ilovalarda ishlatsak, telefon yoki kompyuterimiz qotadi. Demak, menda hozir 8 lik operativ xotira bo'lsa, shundan 54 GB demak ish jarayonida bo'lib turibdi. Ya'ni foydalanayotgan dasturlarning 54 GB operativ xotirani demak to'ldirib turibdi. E'tibor bergan bo'lsalaring, kim agar operativ xotirani to'laligicha foydalanib bir vaqtning o'zida foydalansa, kompyuter qotadi. Demak, bu jarayonga ham e'tibor berish kerak. Menda hozircha stabil, demak 70% operativ xotira ishlab turibdi va disk. Disk bu demak asosiy kompyuterda mavjud disklarning ishlash tezligi. Demak, kompyuterga qanchalik tezlikda axborot ulashishi demak aynan shu bo'limdan tekshiriladi. Va Wi-Fi. Men Wi-Fi ga ulanganman hozir. Mana bu yerda Wi-Fi ning nomi, URL manzili yoki IP manzillari berilgan va uning ishlash tezligi bo'yicha qisqacha ma'lumot berilgan. Graficheskiy progress bilamiz, hammaning kompyuterida grafik karta bo'ladi. Bu grafik karta nima desalaring, grafik karta bu kompyuterda demak tasvirning yorqinlik darajasini, grafikasini chiqarib beradigan maxsus qurilma. Ko'p kompyuterlarda, Intellarda Intel Graphics yoki Intel Iris Graphics bo'ladi. AMDlarda AMD Radeon Graphics yoki hammaga mashhur demak Nvidia GeForce RTX rusumli grafik kartalar ham mavjud. Bu oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, biz ko'radigan filmni 360 fps yoki 720 yoki 1080 fps bir-biridan tiniqlik darajasi piksellarning ekranda joylashishi bilan yaxshiligi bilan farq qiladigan bo'lsa, demak grafik kartaning ham zo'rligi kompyuterda grafikaning yanada yaxshi shakllanishini yaratib beradi. Va 3-bo'lim demak jurnal предложения bo'limi, ya'ni ilovalar jurnali bo'limi. Bu yerda biz ilovalarni ishlash protsessorda qancha vaqtdan beri ishlayotganini yoki internetdan qancha megabayt foydalanayotganini va shunga o'xshash ma'lumotlarni bemalol kuzatib borishimiz mumkin. Boshida aytdim, bu demak diagnostika kompyuter uchun bo'limi. Bu bo'limga kirganda biz kompyuterimizga qayerda qanaqadir ilova og'irlik qilyapti yoki qanaqadir ilova kompyuterimizda tez ishlayapti, qanaqadir ilova internetdan yoki xotirdan juda ko'p foydalanyapti, e'tibor berib borishimiz mumkin. Va 3-bo'lim avtozagruski, inglizcha interfeysda start up deyilgan, ya'ni avtomatik ishga tushuvchi dasturlar. Bilamiz, agar kimdir kompyuterda Yandex yoki shunga o'xshash ilovalar o'rnatgan bo'lsa yoki Windows Defender, bu ilovalar doimiy ravishda kompyuterda ishlaydi. Ya'ni start up degani, ya'ni avtozagruski, kompyuter yongandan boshlab siz unga kirmasangiz ham dastur avtomatik ishlab turadi. Kompyuterning o'zining dasturlari bilamiz juda ko'p, yoki Yandex yoki ba'zi bir Microsoft Edge, Google brauzerlar ham o'rnatilgandan so'ng avtomatik ishga tushish tizimida bo'ladi. Bu nimaga kerak? Menda bu hammasi o'chirilgan printer yoki e-imzo shunga o'xshash ilovalar yoniq. Buni qanaqa kamchilik, qanaqa plyus taraflari bor? Tasavvur qiling, kompyuteringiz eski va qotadi va unga Yandex brauzerdan foydalanasiz.
chiqib ketguncha kompyuterdan arxivni tozalamaysiz. Natijada kompyuterni yoqqaningizda Yandex avtomatik ravishda ishga tushaveradi. O'zi kompyuter ishga tushish qiyin bo'lsa yoki ichida juda ko'p ma'lumot bo'lsa-yu, yana unga demak dastur ishga tushib ekranda obyektlar, ikonkalar joylashmasdan turib Yandex yoki shunga o'xshash o'yinlar, katta grafika talab qiladigan ilovalar avtomatik ravishda ishga tushsa, kompyuterga ikki tomonlama nagruzka bo'ladi. Agar biz bu bo'limda demak выключение qilib yoqib qo'ysak, demak bu kompyuterga juda katta qiyinchilik beradi. Agar bu bo'limda mana bu buyruqda отключение buyrug'ini berib o'chirib qo'ysalaring, demak sizning ruxsatingizsiz, ya'ni siz kirmasingizdan burun ilovalar avtomatik o'zi ishga tushmaydi. Pользователь bo'limi, pользователь bu kompyuter akkauntlar, ya'ni xuddi Google akkauntlarining kabi narsa. Buni qanday bilamiz? Ekranda kompyuterga kirganlaringda aylana shaklda 2-3 ta agar kimdir kompyuter ishlatsa pользователь chiqadi Windows ishga tushish jarayonida, ya'ni kompyuterning xotirasidan foydalanadigan foydalanuvchilar bo'limi. Menda bitta, kimdir 2 ta, 3 ta yoki 4 tagacha pользователь qilishi mumkin. Farqi bitta kompyuterda xotira yoki protsessor o'zgarmaydi va foydalanuvchilar soniga qarab shu xotira yoki shu tezlikni bir necha qismga bo'lish mumkin. Deylik, xotirangiz 500 GB, ikkita pользователь 250 GB dan misol uchun xotiradan teng foydalanish huquqi bor. Pользовательlarning ko'payishini farqi, bitta kompyuterdan bir necha kishi foydalansa, bir-biriga demak ma'lumotlar chalkashib ketmaslik maqsadida 2-3 ta pользовательdan foydalanishadi. Lekin juda ham ko'p pользовательdan foydalanish ham protsessorga yoki xotiraga, kompyuterga demak og'irlik qilishi mumkin. Buni ham e'tiborga olasizlar. Menda bitta pользователь bor. Demak prosessorning 10% dan, operativ pamyatning 70% dan va demak hozirda xotirada 1 MB tezlikda 1% miqdordagi demak ma'lumot tashishdan foydalanmoqda. Demak bu pользовательning ham ko'payib ketishi mana bu yerdan turib pamyat yoki SP bo'limlari orqali kompyuterga qanchalik og'irlik qilyapti yoki tekis ravon ishlayotganini kuzatib borishimiz mumkin. Va qolgan bo'limlar ham demak kompyuterda mavjud driverlar va fayllarning ma'lumotlari bilan bog'liq. Bu bo'limlar odatda hech kimga ishlatilmaydi. Va keyingi funksiyalar demak dispetcherni zadash bilan biz tanishib oldik va показать рабочий stol bo'limi, ya'ni рабочий stolni mana bu bo'limni ko'rsatish bo'limi. Bu funksiyani bosganimizda agar birorta ilovada tursak, avtomatik ravishda demak рабочий stol, ishchi stol bizga ko'rinadi. Показать все agar bo'limni yoqib qo'ysak, demak bir vaqtning o'zida bir nechta oydanlikdan foydalanishimiz mumkin. Va продолжать окна рядом, ya'ni deylik, hozir birorta bo'limga kiraylik. Mana bu bo'lim oyna ochilgan, demak fayllar foydalanish oynasi. Agar biz показать рабочий расположить окна рядом bo'limidan foydalansak, ekranda mana bu demak oynamizning shakli o'zgaradi, ya'ni ekranda joylashish shakli o'zgaradi. Bu bo'limni bekor qilib, o'rniga расположить окна stopko'y bo'limidan foydalansak, ekranimiz yana o'zgaradi. Ya'ni ekran masshtabi, ekranda joylashishi o'zgaradi. Buni oddiygina sizlarga tushuntirgan bo'lsak, demak kompyuterchilarimiz biladi. Ekranda ochilgan yangi oynani burchagiga sichqonchani olib borganimizda ikki taraflama strelka orqali ekranda mana bu uni joylash masshtabini belgilashimiz mumkin. Mana bu funksiya demak bizda mana bu yuqorida ko'rilgan расположить окно kaskadam yoki stopkom yoki rядом bo'limlarining funksiyasi demak mana shu ekranni masshtabini qo'l orqali boshqarish funksiyamizga o'xshash funksiya ekan. Buni bemalol qo'l orqali boshqarishimiz ham mumkin yoki mana shu 3 ta bo'lim orqali ham boshqarishimiz mumkin ekan. Показать кнопку sensorный panel, ya'ni bu qanday funksiya? Odatda bu funksiyalardan hech kim foydalanmaydi. Ya'ni ekranda demak sensor funksiyasidan foydalanish bo'limini yoqib qo'yish. Menda kompyuterim sensorli kompyuter emas, shuning uchun demak
bu bo'limdan foydalanish shart emas. Demak, pokazat knopka Windows Ink WordPace deyapti. Demak, Windows Ink bo'limni, demak, knopkasini ko'rsatish funksiyasi. Bu bo'limdan ham odatda foydalanmaymiz. Mana pastki qismda ko'rib turibsizlar. Mana bu ruchkacha ko'rinishda o'ng taraf pastki qismda, demak, mana Windows Ink WordPace ikonkasi paydo bo'ldi. Buni ham men odatda ishlatmayman. Kimdir ishlatsa, bemalol bu bo'limni yoqib qo'yishi mumkin. Va pokazat panel Lyudi bo'limi, bu bo'limni demak ishga tushirganimizda, demak panel Lyudi bo'limi avtomatik ravishda pastki qismda paydo bo'ladi. Pokazat knopka просмотр задач. Bu bo'limni demak ishga tushirganimizda mana ustiga bosamiz, mana pastki qismda ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa shaklda просмотр задач, ya'ni nechta oynadan foydalanayotganimizni, qaysi oynalardan foydalanayotganimizni demak ko'rib turadigan ko'rish bo'limi ochiladi. Menda odatda bu o'chiq, mana ko'rib turibsizlar. Bu tugma avtomatik yo'qoldi. Va pokazat knopka kartona, ya'ni Windows ishlatayotganlar biladi, kartona ilovasi mavjud. Demak, kompyuterda bizga yordamchi sifatida, demak, quyidagi xalqi ko'rinishda ikonkasi mavjud. Demak, bu kartonani ham ishlatmasangiz agar o'chirib qo'yishni tavsiya qilaman. Va novosti interesi bo'limi, ya'ni yangiliklar, kim agar Windows o'rnatganda e'tibor bersa, mana bunaqa jurnal ko'rinishda, demak, yangiliklar bo'limi turadi. Bunda ob-havo yoki iqtisodiy, siyosiy yangiliklar bemalol ko'rinishi mumkin. Demak, aynan shu bo'limda o'chirib qo'yish funksiyasi mavjud. Shu yerdan, ya'ni отключить qilsangiz, demak, yangiliklar o'chadi. Yoki faqat значки yoki значки и tekst bo'limi. Mana menda o'sha yomg'irli ob-havo degan novosti avtomatik ishga tushdi. Menda bu funksiya o'chirilgan. O'chirib qo'ysak, demak, yangiliklar yoki ob-havo shunga o'xshash yangiliklar pastki taskbarda ko'rinmaydi. Va poisk bo'limi, mana bu ekranda taskbarda joylashgan qidiruv menyusi lupacha shaklda. Demak, buni ham skrypti, ya'ni ko'rinmas qilish mumkin. Mana search bo'limi, inglizcha aytganda search bo'limi yo'qoldi va значка, ya'ni faqat lupachani o'zini chiqarish yoki lupacha bilan birga poli, ya'ni maydonni ham chiqarish, yozish maydonini ham chiqarish funksiyasi mavjud. Demak, yo ko'rinmas yoki faqat значка yoki pokazat poli poiska, ya'ni umumiy maydon bilan, demak, search bo'limini, qidiruv bo'limini chiqarib qo'yishimiz mumkin. Va panel bo'limi, panel bo'limida, demak, taskbarda, ya'ni display panel zadashda adres, ссылка yoki рабочий stol kabi qo'shimcha funksiyalarni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun adres bo'limini qo'shsak, mana bu pastda adres bo'limi ochildi. Demak, bu orqali biz kompyuterga qo'shimcha buyruqlar berishimiz mumkin ekan. Demak, menimcha bugun qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik taskbar, ya'ni panel zadash bo'yicha. Kamchiliklar bo'lsa yoki xato ma'lumotlar aytilgan bo'lsa, uzr so'rayman. Ma'lumotlar ba'zi bir qo'llanmalardan yoki internet tarmoqlaridan olinmoqda. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiskalarni ayamaysizlar degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.